Hammaga xayrli kun azizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana quyon go'shtlarimiz xudo xolasa butun-butunicha mana suyib tozalab qo'yganmiz. Biz buni hozir muzlatib qo'yamiz. Kim zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mana sevij yangi xudo xolasa. Agarda kim xohlasa, bunaqa bas bizga marnovkalik kerak desalaring, agar sal oldin aytib bersalaring, so'yib yangi maydalab marnovka qilib beramiz. Sirojniga mana muzlatib qo'yamiz buni, xudo xolasa. Mana muzlagan holatda olib ketib. Quyonning eng zo'r tarafi muzlagandan keyin sifatini yo'qotmaydi, ta'mini yo'qotmaydi. Tovuq go'shti, mol go'shti yo'qotadi sifatini. YouTube'da ham bor, ko'rsa ham bo'ladi. Eksperiment qilishganda olimlar quyon go'shti 100% sifatini yo'qotmas ekan. Xudo bir bizga bergan ne'matida buni maza qilib yeyish keraksizlar. Vitaminga boy. Kasallikka davo har xil. Quyon go'shti mana.